Xuddi shunaqasidan niyat qilganlar bormi? Mashalloh, haqiqiy go'zallik bo'pti o'zi ham. Darvozaxonamiz 24 metrga 4 metrli navesi bor. Bu tomonlarda mana plan bilan solingan hamma hovlilar. Yangi novostroyka, yangi remontdan chiqqan uy. Shu videoni ko'rayotgan, like bosayotgan va do'stlarga ulashayotgan hammaga xuddi shunaqasidan nasib qilsin. Devor qismi atacento qilingan okalar, shunaqangi cho'tka qilib, haqiqatda go'zal chiqdi. Sokul qismida rangola bilak, tabiiy granit tosh terilgan okalar. Oyog'in tagiga 60 ga 30 Xitoy kafel terilgan. O'zimga ham juda ham yoqdi ushbu hovli. Bizga ham nasib qilsin iloyim shunaqasidan. Zilonniy zonalari ham juda yarashib turibdi hovlimizga. Ajoyib. Mana zina qismi do'lona terilgan tabiiy travertendan. Hamma yo'g'i bir-biriga uyg'unlashgan, bir-biriga monal, hammasi juda ham go'zal. Nasib qilsin egalariga.